Chorsi bozor bilan Askiya bozori solishtirib ko'ramiz. Mana yangi kartoshka 10 ming so'm. Bunisi ham 10 ming so'm, bu ham yangi. Eski kartoshkalar 8 ming so'mdan. Piyozlar mana 7 ming so'm ekan. Bu sabzilar 8 ming so'm. Bunisi ham 8 ming so'm. Yangi sabzilar 15 ming so'm. Gulkarom donasi 10 ming so'm. Mana bu pomidor 20 ming so'm. Mana pomidor 25 ming so'm. Mana sal maydarog'i 20 ming so'm. Mana mayda pomidorlar 10 ming so'mdan ekan. Karom donasi 10 ming so'm. Chesnokki mana shu bog'i 10 ming so'm, lekin sifat. Mana baqlajon 5 ming so'm bo'lib ketibdi. Mana bular 20 ming so'mda. Kommentariya qoldirib, yurechan qizartirayotgan do'stlarim, sizlarga alohida rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har doim yangi narxlar. Podpiska bo'lishni unutmanglar. Hayotgancha xatdan kuzatasizlar, izohlarda qoldiringlar.